Assalomu alaykum palatado'shlarim. Bizlar bilan birga palatado'shimiz. Bizlar bilan birga yotgan bemorimiz ana bera hozir javob bo'lib ketganlar. U kishiga qanday tashxis qo'yilgan edi? Nimalardan xabarlaringiz bor? U kishiga onkologiya tashxis qo'yildi. O'sha yoqqa borgan keldilar. Onkologiyaga borib keldilar. Bordilar, 4-bosqich metastaz deyilgan ekan, ko'krak sohasida. Keyin u kishiga kesib tajriba qilishga aytganlar, u kishi yo'q deganlar. Mana kesib tajriba qo'ymayman. Distal analiz olishga balkim degandir. Keyinchi roz bilmaganlarida, keyin tushkun ahvolga kelib, shu yerdan uyimga ketaman, onkologiyaga bormayman deb deganlar. U kishida og'riq bor edimi? Shish bor edimi? Nima bor edi? Shish, qizarish. Har ertalab doktorlar ko'rganda ko'rib qarab turaydim-da. Siz juda ham yaqindasiz, ertalab ko'rikdan o'tgan payt. Bir ko'krakda ikkinchi ko'krakda qizarish, kattalashishi bor edi. Tushunarli. Og'riq qoldiruvchi ukollarga o'xshardi. Har kun og'riq, tomirdan dedingizlar, shekilli og'riqsizlantiruvchi ukol olganlar. Endi 4-bosqich metastaz bilan bu ahvol aniq narsa. Endi menga ayting, men necha daqiqa davolash o'tkazdim u kishida? 3 daqiqa davolash o'tkazdim. Yengil davolashmi? Yengil davolash. Ko'rdingizlar, ko'zlaringiz. Keyin 20 minut to'xtab turing deb u kishiga nima qildingiz-da? 3 daqiqani ichida qanday o'zgarish bo'lganini men ko'zim bilan ko'rdim. U kishining ko'zida chaqnash paydo bo'ldi, nur paydo bo'ldi, yengil nafas oldi, og'riq yo'qolib, yengillashganini o'zi bilgandan keyin menga o'sha zahoti menga yana o'tkazing davolash deb aytdimi yo'qmi? Men nima javob berdim? 20 minut kuting dedim. Natijani ko'rishimiz kerak dedimmi? Shunday bo'ldimi? Natijani ko'raylik dedingiz-da. Keyin shundan keyin qanday natija ko'rindi? Nimani ko'rdingizlar aytib beringlar. Shu payt ko'kraklar pasaydi, qizarish ketdi, shish kamaydi. Ikkalasi bir xil bo'ldi. Shu payt keyin buni ko'rgan so'lib kichrayib qoldi. Bu 3 minut davolashning ichida 20 daqiqadan keyin ko'rilgan natija bo'ldimi? Bo'ldi. O'shana, rahmat. Keyin qizlar nima dedi shu payt? Qanday ahvolga tushdi qizi? Mo'jiza bunaqa bo'lishi mumkin emas deb qizlar ham telefonga rasmga tushirib olgan narsani. Rahmat. Shundan keyin u kishi bir chiroyli kayfiyatda onkologiyaga emas, uyga chiqib ketdi. Men u kishiga tavsiyalar berdim. Endi u kishi u tavsiyalarni qilishi, menga murojaat qilmasligi o'zini ixtiyori. Yana qo'shimchalaringiz bormi, o'zlaringiz bilgan biror narsalardan? Shu kasallik yo'qolishini xohlaydim. Chunki qanchadan qancha bemorlar shu kasallikdan aziyat chekyapti. Men o'zimni ham yaqin odamimdan shu kasallikdan ayrilib qoldim. Qancha bo'ldi? 5 oy bo'ldi. Agar oldinroq bilganimda sizni oldingizga borardim. Rahmat sizga.